Assalomu alaykum. Mana go'shtlarimizni biz chiroyli qilib taxlab oldik. Shunaqa strichka o'ralgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Shuni olib ketaverasizlar. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek chiroyli qilib yana buzib oldik mollarimizni. Hammasi mesning o'zimiz so'yganmiz. Sarpanja, qo'rg'a, son, qo'l, lahmlarimizni bu yoqda qo'y go'shti, karika, qo'l qismi qo'rg'ali. Bu yerda tovuqlarimiz svejiy. Xo'p, mesnilardan qazilarimiz, ruletlarimiz, indeykalarimiz, kolbasa, sosiskadan tortib sirlarimiz, qatuvlarimizgacha bor. Bizda yengiling inshaalloh. Ko'rib turishingiz mumkin. Ot ruletlarimiz keldi. Sochni, mushni. Manzil Beltepa 11A. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, yana bir marta Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek chiroyli qilib mol go'shtlarimizni buzib oldik. Qop-qora, yog'siz, halol mesning o'zimiz so'ygan mollar. Qo'y go'shtiga keladigan bo'lsak, karakalarni bitta chopib chiroyli qilib qo'yganmiz. Kelib tanlab olib ketaverasizlar. Qo'l, son qismlari ham bor. Ko'rib turganingizdek tovuq ham bor. Svejiy har kuni svejiy keladi. Chiroyli qilib taxlab qo'yamiz. Mesniga keladigan bo'lsak, hop, indeyka, tandir indeyka, kapchonli kolbasa, varyonli kolbasa, sosiska, qazi, rulet, hamma narsa bor inshaalloh, qattiq qaymoqgacha. Manzil Beltepa 11A. Sotilib ketadi-ku, ko'ryapsiz-ku.